Hammaga salom azizlar. Bugun biz Kylian Mbappe chiqqan. Biz Mbappeni bugun juda chiroyli tarzda 600 holatda full qilamiz. Bu videoni yangilanishdan oldin qilgandim. Jigarlar, o'zim ham bilmay qoldim, Mbappedan 600 chiqarib qo'ydim. Endi Mbappeni qanday kuchaytirganimni sizlarga ko'rsataman. Fitness darajalarini. Fitness bosishni boshladim. Tezlanishga va tezlikka tushdi. Uchinchisi stressga tushmoqda. Va break horse berilib tezlik 97 bo'ldi. Stress 75. Va stasiga tushdi birinchi marta 85. Tezlik 98. Tezlanish 96. Str 77. Tezlanish 97. Sta 86. Sta 87. Str 78 va maydonga tushirib olamiz Mbappeni. Va break horse sta 88. Sta 89. Va sta 90 bo'lmoqda. 91. Va tezlanish ham 98. Tezlanish 99. Tezlik ham 99 bo'lmoqda Mbappeda. Va break horse sta darajasi 93 bo'lib ketdi. Tezlanish 100 holatiga yetdi. Sta 94. Tezlik 100 bo'lmoqda. Bu texnika bosilib ketdi va kontroliga tushdi. Yana break horse sta 95. Str 79. Va str 80 bo'ldi jigarlar. Va endi texnika bosmasam bo'lmaydi. Pas 81 pasga tushmoqda. Va break horse yana pasiga 82. Kontrol 92. Kontrol 93. Shot 94. Shot 95. Va break horse yana pasiga 84 bo'lib ketmoqda pas. Shot 96. Shot 97. Shot 98. Pas 85. Kontrol 94. Pas 86. Kontrol 95. Taklingga tushmoqda 32 bo'ldi takling. 33 takling. Shot 99 bo'lmoqda. Sta 81, str 81 bo'lib ketdi adashmasam. Break horse va zarba 100 bo'lmoqda. Taklingga tushdi yana. Tayanchga qo'ydik. Va kontrol 97 bo'lmoqda. Va break horse kontrol 98. Pas 87. Pas 88. Va takling 35 bo'lmoqda. Pas 89. Takling 36 bo'ldi. Pas 90 bo'lmoqda jigar. Va endi fitnessdan 300 qilib olamiz. Strga tushmoqda. Str 98. Break horse str 100 bo'ldi. Mbappe juda omadli ketmoqda jigarlar. Pasi 91. 37 bo'lib ketdi takling. Pas 92. Kontrol 99. Pas 93. Pas 94. Kontrol 100 bo'ldi. Pas 95. Pas 96. 97. 98. Va takling 38 bo'lmoqda. Endi ikkitalik kuchaytirish bosib yuboramiz Mbappega. Ikkitalik bosmasak yana taklingga tushib qolishi mumkin. Va takling 40 holatida 6 ta 100 Kylian Mbappedan va screenshot olib olamiz Mbappeni. Juda chiroyli Mbappe bo'ldi jigarlar. 6 ta 100 hali yana menimcha 85 lar bo'ladi stri. Qani fitness kuchaytirishlar bosamiz endi. Birinchisi 82 stri. 83. 84. 85. 86 ham bo'lmoqda. Va 87 ham bo'lmoqda jigarlar. Kylian Mbappeni juda chiroyli holatda full qildik. Mbappe uchun bitta like, komment va obuna bo'lib qo'yishni unutmang jigarlar. Hammaga ko'rganingiz uchun rahmat deb qolaman. Sog' salomat bo'linglar.